Kelaver Ozodjon. İşimiz salgina og'ir. Og'ir bo'lsa ham harakat qilib tushuntirib o'tishga harakat qilaman. To'g'risi, men bu yerda hozir men bir nimalarni aytib o'taman. Lokatsiyani birinchi tushuntirib o'taylik. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Albatta YouTube kanalimiz a'zolarining ichida juda ham tadbirkorlar juda ham serob, buni aniq bilaman, chunki kommentarlarda ko'pchiligini o'qiyman. Juda ham tarbiyali, yaxshi fikrli, zamonaviy insonlar mana shu meni podpischiklarimga aylanishgan. O'shandan sezaman demoqchiman. Sizni tadbirkorlik yo'nalishingizga moslashtirib bir nimalar topib qo'ydim. Parij Dom deyishadi, mega market chorrasi. Lokatsiyasi juda ham zo'r. Birinchi liniyada joylashgan, adashmasam 4-5 qavatga ega bo'lgan lift bor. Uni imey-video qilasiz. Liftimiz naslga kiradigan darajadagi lift. Juda ham katta lift ishlab turibdi. Amnaqangi kirish qismiga akril, amnaqangi nerjavenka perilalardan mana shu tashkil topgan podyez qismi hamda sokil qavati 1,5 sotuq yer maydoni. Bir nimani o'qib beraman sizga mana shu haqida. Нежилое здание под офис, клиника, гостиница, учебный центр. Zo'r lokatsiyada joylashgan 5 etajlik plus podval. Xo'p. Общий площади 700 kvadrat. Mana shu nimasi yer o'lchovi 1,5 sotuq. Lift bor. Liftimiz 450 kiloni ko'taradi. Hali aytib o'tganimdek, naslga kirish chiqish sharoitlari bor. Klinika sifatida imey-video qilasizlar. Endi o'shanga nam yo'q qilyapman. Narxini adashmasam mana shu yerda bir xaridorimiz kelgan edi. Endi biz kichkina odam uzoqdan bir agent sifatida eshitsam agar 300 ming AQSh dollari so'radilar. To'g'risi, yaxshi odamlar. E'tibor qilinglar, 047 haqida raqam qo'ysam agar o'sha nimalar, nejiloylar yoki sotuvdagi uchastkalar hammasi egasi bitta. Faqir demoqchiman. To'g'risi, u qolgan ma'lumotni sizga yetkazib bera olmagan ma'lumotlarimiz, aytgancha 15 ta xonasi bor. İstesangiz zub center, istasangiz kompyuterni zona qilmaysizmi? Istagan faoliyatingizni qilsangiz bo'ladi. Sababi podyez qismiga sizga alohida lift qismini yaratib berishgan. Maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Lokatsiya juda ham kuchli, birinchi liniyada joylashgan. 300 ming AQSh dollari 15 ta xonasini sanadim. Birinchi hamda ikkinchi etajda negatoviy bir joylari turibdi. Istasangiz bir 7-8 ta xona yaratsangiz bo'ladi demoqchiman. Boshqa gapirishga holim qolmadi. Xayrlashish vaqtimiz keldi. Raqam qo'yib beraman, sho'xlik qilyapman. Qolgan ma'lumotni raqamimizdan olasiz. Maza qilib faoliyatingiz bu. Rasrochka qilsangiz bo'ladi. Istagan yo'nalishda siz dogovor qiling. Istasangiz shahar markazidan kvartira joyingiz bo'lsa agar hisoblab olish imkoniyatlari bor. Qolgan ma'lumot esa o'zlari bilan raqam qo'yib beramiz. Maksimal darajada tarqatamiz, like bosamiz. Mashina ham olamiz deyaptilar mana kadr o'rtida. Men bilasizlar, hammasini sotib qo'yaman-ku. Ana kadr o'rtida aytayaptilar-ki, mashina ham olaveramiz, farqi yo'q. Demoqchimanki, hisoblab olinadi. Qolgani narx-navosi mana shu valyuta orqali so'm yoki plastik karta muomalasini qilasizlar. Faoliyatingizni boshlang demoqchiman. Kirib olgancha qolgani sizniki. Like bosib tarqatamiz. Salomat bo'ling.